Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bemorimizga uylariga ruxsat beryapmiz. Bemorimiz bizlarga Jalolobod shahridan, Qirg'iziston Respublikasidan kelgan. Bularda tekshiruvlar vaqtida, MRT tekshiruv vaqtida Xalidiqda 12 mm gacha kengayib ketgan, toshlari 1 cm dan katta bo'lgan toshlari bor edi. Bu toshlarni endoskopik retrogradniy yo'l bilan bizlar tushirdik. Bemorimiz mana uylariga ruxsat beryapmiz. Kelganlarda sariqlik, mexanik sariqlik bilan bizga kelgan edilar. Og'riqlar bilan analizlarida bilirubinlari ko'tarilib ketgan edi. Mana hozir 3-sutka ketyapti. Xalidiqlari ham 602 gacha ingichka bo'lib tushdi. Qandaysiz? Shavkat aka? Juda yaxshi his qilyapman. Juda yaxshi qarashlar, rahmat shunchalik. Mana o'zim yengil his qilyapman. Qiynalmadingizmi? Yo'q, juda yaxshi. Og'riqlar boshida ozgina bor endi. O'tib ketdi, hammasi yaxshi. xohlasa. Juda yaxshi his qilyapman. Xudo xohlasa. Kelinglar, davolaninglar, shifo topinglar. Xudo xohlasa. Bemorimizda yana bitta qiziq tomoni shundayki, bularda o't qopida toshlari hali ham bor. Burishnoy aortasida anevrizmasi aniqlangan. Tekshiruvlar vaqtida hayotiy risk yuqori bo'lganligi uchun operatsiyadan qilmasdan uylariga ruxsat beryapmiz. Sababi operatsiyaga oladigan bo'lsak, visokiy risk bo'lganligi uchun bizlar operatsiyani to'xtatdik. Hozir holatlari yaxshi, mana uylariga ruxsat beryapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Rahmat.